Andijon vokzali. Bizga ma'lumot kerak edi, poyezdlarning kelishi. Mana shu temir yo'l vokzalida aniqlik kiritishga harakat qildik. Unaqa ma'lumot вообще yo'q. Faqat jo'nashi bor ekan. Вот dni отправления poyezdlarda ketish kuni bo'lyapti xolos, boshqasi yo'q. Endi qandaydir oldinlari hamma ma'lumotlarni, kerakli ma'lumotni anaqalarga qarab turib olardik. Hozir unaqa ma'lumotlar вообще begona ekan bu yerga. Endi menimcha bu temir yo'l vokzalini boshqaruvidagi insonlarga tegishli savollar bo'lsa kerak bu. Hammasi bo'lish kerak edi, unaqa narsalar yo'q. Sizlardan shu narsaga ozgina e'tibor berishlaringizni so'raymiz. Yana bir bor Andijon temir yo'l vokzali bu yer.